Assalomu alaykum. Bugun men vrach pediatr Bekmurodova E'zoza Aslidinovna sizlar bilan bolalar orasida keng tarqalgan adenoid va angina haqida gaplashamiz. O'zi birinchi navbatda bilishimiz kerak, adenoid nima, angina nima. Angina bu tanzilit, xalq tilida angina deb aytiladi. Bu bodomsimon bezni yallig'lanishi, yiringlashi hisobiga kelib chiqadigan kasallik. Adenoid bo'ladigan bo'lsa, burun orqa devoridagi limfaning kattalashishi hisoblanadi. Asosan adenoid irsiy omil hisoblanadi. Otasidan, onasidan yuqishi mumkin. Orttirilgan holati kuzatishim bo'yicha kamdan kam holatda orttirilganda kelishgan. Asosiy otasida yo onasida tashuvchi hisoblanib, irsiyat birinchi o'rinda belgi bo'ladi. Xo'p, har bitta tomog'i angina bo'laveradimi? Har bitta burun bitishi adenoid bo'ladimi? Ularni yo'li operatsiyami? deb juda ham ko'pchilik ota-onalar so'rashadi. Yo'q, aslida unaqa emas. Adenoid qachon operatsiya qilinadi? 3-stependagi kelganda pediatr tarafidan, lor tarafidan operatsiyaga ko'rsatma beriladi. Lekin baribir ham operatsiyaga ko'rsatmani boladagi klinikaga qarab etamiz. Agarda farzandingizda adenoid uchun siyib qo'yishi, kechki nur izlari kuzatilayotgan bo'lsa, immunitet tushgan bo'lsa, o'zi og'zi bilan nafas olib, burni bilan yaxshi nafas olmaydigan bo'lsa, maktabga borayotganda o'qish yozishdan orqada qolgan bo'lsa va ikkita tishimizni, olti tishimizni qoraygan bo'ladigan bo'lsa, unda har qanaqasiga adenoidni olishga ko'rsatma beriladi. Endi anginaning belgilari doim har bitta shamollaganda bodomsimon bezlarimizning shishi va bu shishlar orqaga qaytmasligi, yiringlashi, qizarishi hisoblanadi. Oyijonlarimiz bu belgilarni paydo bo'lishida ko'rsatma bakteriya hisobiga Staphylococcus streptococcus chaqirgani uchun har safar chaqiruvchisi bakteriya va ko'p ota-onalarimiz shoshishadi. Agar adenidit bo'ladigan bo'lsa, angina, tanzilit bo'ladigan bo'lsa farzandida har safar o'zboshimchalik bilan antibiotik qo'llashga shoshilishadi. Bu boladagi immun sistemani o'ldirishiga sabab bo'ladi. Siz bolaga yaxshilik qilaman deb o'z bolangizni o'ldirishgacha olib borishingiz mumkin. Chunki o'sha paytda to'g'ri, tanzilit anginasini yaxshi qilasiz, lekin immunitetini sekin-asta o'ldirib boraverasiz. Bu usullarni antibiotikgacha yetib bormaslik uchun tabiiy usullarimiz bor. Har kuni kechqurun masga tabiiy usullarimiz bor degacha nima qiling, keyin kesib boramiz. Xo'p, tabiiy usullarimiz bor. Men sizga shularni bir ikkitasini aytib o'taman. Va ota-onalar qiladigan xatoni ham shu o'rinda aytib o'taman. Agarda siz ham shu xatolarni qilayotgan bo'lsangiz, iloji boricha bularni to'xtatib, vrach pediatr va lor ko'rigida bo'lishinglarni so'rab qolardim. Birinchi belgimiz ko'p ota-onamiz bola sovuqda bo'lgan paytda tomog'i birinchi belgimizda ko'p ota-onalarimiz uy sharoitida, ayniqsa onajonlarimiz uy sharoitida bolaning oyog'ini vanna qilishadi. Bu juda ham xato. Vanna ham suvda yallig'lanish kuchaytirib boradi. Uni o'rniga grelka, agarda grelka bo'lmasa, baklashkaga issiq suv qo'yib, bolaning oyog'iga qo'ysangiz juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Ikkinchi xatomiz, hali aytganimdek, antibiotik har bitta shamollaganda, har bitta isitmada antibiotik berishi. Bu juda ham katta xato hisoblanadi. Uchinchi xatoyimiz va qilishimiz kerak bo'lgan narsamizni qilmaymiz. Bolaga har kuni kerak bo'ladigan D3, immunitetni oshiradigan moddalarni, sinklarni bermaymiz. D3 va sink sizga ikkitagina modda kerak bo'ladi, xolos bolangiz immuniteti doim baland turishi uchun. Uchinchimiz bolani har kuni tomoq og'riydimi, yo'qmi, qabulimga kelgan tanzilit bilan anchadan beri kurashib kelayotgan ota-onalarga ham aytaman. Adenoid bilan shu kurashib kelayotgan ota-onalarga aytaman. Har kuni bolanglar tomog'ini, og'zini chayqash shart kerak. Chunki sizga etadi, etmaydi. Bola 100% dietada tura olmaydi, nimadir yeb qo'yadi. Muzday narsa yeyishi mumkin, maktabda, bog'chada shirinlik yeyishi mumkin. Bilasiz, ozgina shirin narsa yesa ham bolada tomoq og'riydi, yeringlaydi. Shuni hisobiga har safar
kuniga 2-3 marta shunchaki tomog'ini, og'zini chayishni siz o'rgating. Bu bolaga biyologga ishlab beradi. Esingizdan chiqarmanglar, har bitta tomoq og'rig'i bu angina hisoblanmaydi. Har bitta adenoid operatsiyaga ko'rsatma hisoblanmaydi. Agar sizda ham shu kabi muammolar bo'layotgan bo'lsa va yechimini topa olmayotgan bo'lsangiz, pastdagi nomerlar orqali shaxsan o'zimni qabulimga yozilishingiz mumkin.